Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, meni bolam yo'q, shu sabab ko'p stress bo'laman. Oilamizdagi muhit ham ta'sir qiladi. Duo qila olmayman, o'zimdan o'zim yig'lagim keladi. Ilmga ham xohishim bo'lmay ketadi. Nima qilsam bo'ladi debdilar. Bu o'sha sinovni g'oyasini tushunmaslik deyiladi. Ya'ni Alloh bizga sinov beradi nima uchun? Biz xomush bo'lib yig'lab ko'rpak uranib yotishimiz uchunmi? Yo'q. Aksincha, biz yanada o'sha ichimizdagi berkinib yotgan hislatlarimizni qo'zg'ashi uchun. Masalan, Uhud jangida sinov keldi. O'shandan keyin sahobalar bo'shashib qolgan. Kimlardir payg'ambarimiz o'ldi, yashab nima qilamiz deb umuman hayotdan umidini uzib qo'ygan. Ana shunda Alloh oyatlar tushirdi Qur'onda. Falatahinu va la tahzanu. Bo'shashmanglar, mahzun bo'lmanglar, mo'min bo'lsanglar sizlar oliysizlar dedi. Payg'ambar Muhammad o'lgan bo'lsa, sizlar ham endi orqaga qaytib ketasizlarmi o'lgandan keyin dedi. Bu faqat o'ziga zarar beradi bunday qilgan odam dedi. Demak, musibatdan ana shunday yig'lab ko'rpasiga o'rab olgan odam faqat o'ziga zarar beradi. Allohga araz qilib bo'lmaydi. Musibat bergani uchun, men hech narsaga himmatim qolmadi, duoyim qilgim kelmay qoldi. Mana hozir ba'zi shunaqa deyapti-da. So'rayapman, bermayapti, so'ramayman deb yuboradi. Allohga araz qilinmaydi. Bu musibatni tushunmaslik deyiladi. Alloh bizga nimaga musibat beradi? Nimaga so'raganimizni bermaydi? Qiyinmi Allohga? Yo'q. Zino qilganlar ham bola bo'lib qolyapti-ku. Bu Allohga hech qiyin ish emas demak. Nimaga endi shu nikoh bilan bo'lganda bermayapti? Bu sinov. Insonni sinov ichidagi yaxshi xislatlarini chiqarish kerak, yomonligini emas. Agar yomonligini chiqarsa, bu o'sha sinovdan o'tolmadi deyiladi. Alloh mana shu narsani yuzaga chiqarishni istaydi. Kim shu sinovdan o'tadi yoki kim o'tmaydi? Yaxshilik xislatlar chiqsa insondan shundan. Sinovdan o'tdi degani. Shuning uchun bu yomon narsa. Men duo qila olmayapman, ilm olgim ham kelmayapti, o'qigim ham kelmayapti deyish. Bu Allohga bir narsa uchun sig'inish deyiladi. Biz Allohga faqat nima berish uchun sig'inamizmi? Yo'q. Hech narsa bermasa ham sig'inamiz va bunga buyurilganmiz. Alloh farzand haqida nima degan? Yahabu, uni Alloh sovg'a qiladi degan. Ya'ni asl farzand bizning huquqimiz emas, shuni bilishimiz kerak. Odamlar hozir shu ne'matga o'rganib qolgandan farzand o'zini huquqi deb o'ylaydi. Yo'q, farzand sovg'a. Endi sovg'ani sizga birov bermagani uchun xafa bo'lishga haqqingiz bormi? Nimaga menga sovg'a bermaysan deb. Birovga borib shunaqa desangiz to'g'rimi ko'chada? Nimaga menga sovg'a bermayapsan? O tabiiyki, nimaga berishim kerak deydi. Xohlasam beraman, xohlamasam bermayman. Bu odam jinnimi deydi eshitgan odam. Ana shunday farzand asli bizning haqqimiz emas. Farzand aslida sovg'a degan Allohni. Alloh xohlaganiga beradi u sovg'ani, bermasa bir kishiga bu odam Allohga araz qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Allohdan so'rab davom etishligi kerak. Sizga yaxshilik bo'lsa o'shani beradi, yaxshilik bo'lmagandirki bermayapti. Yoki hozir yaxshilik emas. Mana necha yil bo'ldi farzand ko'rmayotganingizga? 5 yildir, 10 yildir. Ibrohim alayhisalom chol bo'lib qolganlarda umidlari uzilgandan keyin bergan Alloh. Zakariya alayhisalom qarib qolganlar, xotinlari kambir bo'lib qolgandan keyin bergan Alloh. Demak, vaqti bor, berilish kerak bo'lsa ham hozir emas. Nimadir shuni sabablari, hikmatlari borki beriladi. Va berilganda keyin inshaalloh yaxshi qilib siz so'raganingizdan oshig'i bilan beriladi. Shuning uchun Alloh bunaqa paytda insonning sabrini sinaydi. Bu uslublar noto'g'ri, duo qilmayapman, xohishim qolmay qoldi deyish. Allohga roziligi uchun sig'inish kerak, nimadir berish uchun emas. Inshaalloh keyin sizni ham o'shanda Alloh rozi qiladi. Radiyallohu anhum va radu anh degan shu. Alloh sizdan rozi bo'lsa, siz ham keyin Allohdan o'zi rozi bo'lasiz. Allohu alam.